3 ta 3 ta mni ko'rdik. Endi navbat 3 ta x ga bitta ko'ringlar. Voy mashalloh. Raqamni qaranglar. Ham seriozniy, ham ancha 3 ta x lar bor, deriski bo'lgan. Aka-ukalarimiz sizlarga ma'lumot beraman. Ko'p zaproslar bo'lyapti Instagramimizda. Qanaqa qilib olsak bo'ladi va buni narxi nech pul? Buni narxi Danny Moment firmalardagi 10 million 300 dan, agar jismoniy bo'lganda 7 million 4 mingdan edi. Lekin oldingi holatdagi narxi qancha edi? 112 million 500 dan edi. Xullas, bu raqamlar o'sha paytda savdoga chiqib, o'zi olish kerak bo'lgan nimadir sabablar bo'lib ba'zida qolib ketgan. Shuning uchun endi mana hozirgi holatda, hozirgi narxda akalarimizga nasib qilgan. Bu raqamimiz qayerga ketyapti degan savolga javob beramiz. Qayerga ketyapti Durdona? Yana Qo'qonga ekan aka-ukalarimiz, xafa bo'lmaysizlar. Avvalo rizq nasib. Sirazi keyin Adam Avtos kompaniyasi tarafidan bez ограниченный sug'urta butun viloyatlar bo'yicha bilasizlar. Viloyatlarda 120 ming, lekin bizda skidkada 80 ming so'mdan xarid qilsalaring bo'ladi. Mana shunaqangi sifatli holatda akalarimizga rasmiylashtirib berdik. Sug'urtani narxi ham aytib qo'yishimiz kerak. 1-yanvardan 320 ming so'm bo'lar ekan. Bu bo'yicha ham video qilamiz. Shuning uchun shoshilib, call center raqamlarimizga telefon qilinglar. 80 ming so'mdan bosib yuborasizlar. Salomat bo'linglar. Bu raqamlarimizni endi qadab Qo'qonga qaratib akalarimizga ko'rsatamiz. Yaxshi niyat qilganlar bitta like bosib, yaxshi niyat qilib qo'yinglar. Sizlarga ham inshaalloh Alloh nasib qilsin.